Assalamu alaykum. Tövəndə biz sistemaga münasibətlik, yəni sistemanın uçurlarına münasibətlik bir qancha buyruqni ko'rib o'taylik. Bunun birincisi uname. Enterni basdik. Hozir o'sha sistema Linuxga. Undan keyin yana birisi o'sha kompyuterning ismi nima deganni host name. Enterni basdik. Kompyuterning ismi Kali. Undan keyin yana bir buyruq kompyuterning chislasi. Enterni basdik. Hozirgi soat chisla C degani seshanba. Seshanbaniki bir harfli qisqartiramiz. Undan keyin time deb baqili. Time ni bassak, hozirgi time'ninki yordamini ko'rib boqaylik. Time desak, hozirgi ishlatgichning ishlatayotgan vaqti, sistemaning vaqti, CPU-ninki qanchalik ishlatilganligi shu uchurni ko'rsatib turibdi. Endi biz ishlatgich almashtirish buyruqini ko'rib boqaylik. İşletgichi almashtirish buyruqi SU switch user siziqcha. Undan keyin masalan hozirgi ishlatgichi Daryo biz oliy ishlatgichi rootga almashtiradi. Rootga almashtirgandan keyin bizdan M so'raydi. M'ni kirgizgandan keyin M xato deydi. Biz ishlatgichi qurish va ishlatgichi almashtirish buyruqini ko'rib boqaylik. Oldi bilan bir ishlatgichi quraylik. Add user ishlatgichining ismi masalan user 1 deyli. Enterni bosaylik. Undan keyin bu yerda xatolik ko'rildi. Ishlatgichni faqat sistem korpusidagi ishlatgichlar qura oladi debdi. Buni qanday qilamiz desak, sudo add user 1 deyli. M'ni kirgizgandan keyin undan keyin ishlatgichiga M so'raydi. M'ni kirgizaylik. Qayta kirgiz deydi. Undan keyin ishlatgichi birning uchurlarini to'liq ismini o'zgartamsa deydi. Agarda o'zgartiradigan bo'lsak, to'liq ismini o'sha yerga to'liq ismini yozib qo'ysak bo'ldi. Agarda biz o'zgartmaymiz, mush bit turaversin, user 1 bitdi desak, enterni bossaqlar bo'ladi. Undan keyin root number deydi. Buni sistema o'zi taqsimlab bersin. Bu uchurlarning hammasini o'zi taqsimlab bersin. Uchuril to'g'rimi deydi, deyli. Enterni bosaylik. Endi biz ishlatgichini almashtirib boqaylik. SU siziq user 1 deyli. Enterni bosaylik. Endi kirgiz deydi. Kirgizsak, hozir ishlatgichi user 1 ga o'zgardi. Kalining ichidagi ishlatgichi user 1. Masalan, bizning kim ekanligimizni who am I user 1. Daryo degan ishlatgichiga almashaylik. SU bo'shurun siziq bo'shurun siziqcha Daryo deydi. Enterni bosaylik. Endi kirgizgandan keyin almashidi. Enterni bosaylik. Hozir ishlatgichi Daryoga o'zgardi. Masalan, kim ekanligimizni bilmoqchi bo'lsak, who am I enterni bosamiz. Daryo deb ko'rsatadi. Undan keyin ishlatgichi almashtirgan chog'da o'tirdagi siziqni qo'yishni unutib qolmaslik kerak. Agarda buni unutilib qolsak, sistemaninki o'zgarguvchi miqdorlarni saqlaydigan bir hujjat bor. Shu hujjatda ishlatgichining ismining qimmati o'zgarmaydi. env degan hujjat. Enterni bosaylik. Bossak, hozirgi shu sistemadagi nurg'un o'zgarguvchilarninki ismi mana user deganninki Daryo. Daryoga o'zgardi. Masalan, undan boshqa rang, qaysi rangni ishlatadiganligi, undan keyin til, masalan, yugi sen degan bu Uyg'ur tilini ishlatadiganligini ko'rinishga. Hammasiga undan keyin UTF degan hujjatni harf sonlarni ishlatishninki uchurlari, vaqtning uchuri, pul degandek. Agarda inglizcha tanishgan bo'lsak, inglizchaniki uchurlari ko'rinadi. Undan keyin el-xat, undan keyin hozirgi mundarja degandek uchurlarning hammasi o'zgaruvchilarni saqlaydigan EVN.
shu hujjatning ichida saqlanadi. Buni bilib qolsak bo'ldi.